Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rta bo'y edilar. Ranglari oq qizil, yuzlari bug'doy rang edi. Ana boshqalarni jingalak soch, bunaqa yarmi ochadi, kecha aytib berganimizdek bunaqa chiziq tortib olar ekan deyapti-ku. Rasulullohni endi taniylik. Oldinga moyil bo'lib yurardilar. Ikki yelkalari orasi keng edi. Kaft va qadamlari to'la go'shtli edi. Boshlari katta, yuzlari dumaloqroq, ko'zlari qora edi. Suyaklarining qo'shilgan yeri yo'g'on, kipriklari uzun, tana a'zolari bir-biriga mutanosib xushbichim edi. Sinadan kindikkacha uzun va ingichka mo'y bor edi. Badallari tuksiz, biror tarafga burilsalar gavdalari bilan burilar edilar. Peshonalari keng, qoshlari qo'shilmagan egik edi. Burullari baland qirrali, soqollari qalin edi. Tishlari mayda yaltiroq, oldingi tishlari bir-biridan alohida ko'rinar edi. Qorin va sinalari tekis hamda barobar, ko'kraklari keng, bilaklari uzun, ikki yelkalari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor. Bu muhr kaptar tuxumidek keladigan qizg'ish go'sht usti tuk edi. Yurishlari tez, barchadan ilgari, hammadan ilgari salom berardilar. Sochlari ikki quloch, ana shunday ikki bir yonlaridagi yelkalari barobar, ya'ni quloqlari yarmiga tushardi. Sochlarini tarar, bo'yar, qora qizil rangga va ba'zida farq ochar edilar. O'ngdan boshlashni suyardilar. Sochga yog' surtardilar, haj va umrada oldirganlar. Ko'zlariga har kecha surma qo'yardilar. Kiyimni yirtilguncha kiyar edilar. Uzuklari kumushdan bo'lib, o'ng qo'lga taqqanlar. Salla o'rardilar 7-12 gaz. Izorlari to'piqdan pastga tushmagan. Taomni suyanib yemasdilar. Taomni ayblamas, yoqsa yer, yoqmasa tark etar edilar. Taomdan so'ng barmoqlarini 3 bor yalar edilar. Xon taxta ustida ovqatlanmas edilar. Taomlari tovuq go'shti, qo'y go'shti, to'rg'ay go'shti, sirka, zaytun yog'i, arpa noni, non to'g'ralgan sho'rva, sarit, xurmo, talqon edi. Shirin va sovuq ichimlikni, sutni, zamzamni suyardilar. Piyolalari yog'ochdan bo'lgan edi. Bodiringni va qovunni yangi xurmo bilan qo'shib yer edilar. Suv ichganlarda 3 bor to'xtab nafas olib ichardilar. Xushbo'yliklari uchun maxsus idishlari bor edi. Biror narsaga ishora qilsalar butun kaftlari bilan ishora qilar edilar. 7 ta qilichlari bo'lgan, she'r o'qir va ishtar edilar. Shoirlari Hasan ibn Sobit edi. Avval 2 rakat yengil namoz o'qib, so'ngra tahajjudga kirishardilar. Qiroatni harf-harf, ochiq va ravshan har bir oyatni alohida o'qir edilar. Qur'onni o'zgadan eshitishni suyar edilar. To'shaklari teridan, ichiga xurmo daraxti po'stlog'i solingan edi. Sahobalar u zotni kutib olish uchun doim hurmat bilan, ehtirom bilan u zotga boqar edilar. Qayerga borsalar bo'sh o'ringa o'tirardilar. Uydagi vaqtlari 3 ga bo'linar edi. Uydagi holatlar ibodat, uy ishlari, shaxsiy ishlar. Har bir ishning tadbirini avvaldan qilar edilar. O'zlariga erta uchun oziq-ovqat olib qo'ymas edilar. Liboslariga o'zlari qarar, o'zlari yamar, jonivorlar sutini o'zlari sog'ar edilar. Sariq libosni suymas edilar. Hech kimni urmaganlar. O'zlari darvishona hayot kechirsalar-da, ehsonlari shohlarnikidan a'lo edi. Hadiya olib mukofot berardilar. Hadiyalarni kelgan kuni yo'q muhtojlarga tarqatar edilar. Uzoqdagi tovushlarni ham ishtar, hech kim ko'ra olmaydigan masofani bemalol ko'rar, qorong'ida ham kunduzgidek bemalol ko'raverar edilar. Lo'nda, qisqa, aniq, takallufdan xoli va ayni paytda fasohat bilan gapirar edilar. Har kimning aqliga moslab so'zlar edilar. Hazillariga yolg'on aralashmas edi. Kulishlari chiroyli tabassum edi. Dastlab ko'rgan odamni haybatlari bosar, muomala qilib taniganidan so'ng hamma u zotni yaxshi ko'rib qolar edi.
tuya, ot minganlar, bir marta haj, 4 marta umra qilganlar, kam ovqat yer, kam uxlar edilar. O'zlari uchun intiqom olmasdilar. Vafot etganlarida Hazrat Ali, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, g'usl qildirgan amakilari Abbos va u zotning o'g'illari Fazl, Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Albatta u zotlar ana shunday yordam ko'rsatganlar. Qabrni Abu Talha qazganlar. Meroslari sadaqa qilib berilgan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamga bo'lgan muhabbatlarimizni ziyoda aylasin. Rasululloh uylarimizga kirsalar, uylarimiz shunga muvofiq pokiza poktomon. Mahallalarimizga kirsalar, mahallalarimiz poktomon. Albatta ish joylarimizga kirsalar, ish joylarimiz poktomon. O'zlarimiz esa qalbimiz bilan, ruhimiz bilan, jasadimiz bilan, o'zimizdan da, ota-onamizdan da, farzandlarimizdan da birinchi bo'lib Alloh va uning rasuliga muhabbatlarimiz yanada ustun bo'lib, hayotda bizning shiorimiz Rasululloh, bizni andozamiz Rasululloh, bizni ana shunday iqtido kunandamiz Rasululloh bo'lishlik baxtini Alloh jalla va alo butun ummatga va ularning qatorida bizning xalqimiz mo'min musulmonlarga ham Xudoy taboraka va taolo muvaffaq aylasin.